Mana 5 mahal namoz o'qiymiz. Har namozimizda Fotiha surasini o'qiymiz. Ihdinas siratal mustaqim deymiz. Parvardigor bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin. Nima? To'g'ri yo'lda emasmizmi? Alhamdulillahi robbil alamin, to'g'ri yo'ldamiz, islomdamiz, iymondamiz. Lekin nimaga doim o'qiymiz buni? Chunki Alloh taolo o'zi to'g'ri yo'lga boshlab turmasa, to'g'ri yo'lda turishingizga tavfiq bermasa, o'zi qo'llamasa, yo'lamasa, siz ko'z ochib yumgunchalik muddatdan ozroq muddatda adashib ketib qolasiz. Agar Alloh taoloning o'zi bizni to'g'ri yo'lga boshlamasa, o'zimizni holimizga tashab qo'ysa, holimizga voy bo'ladi. Agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, adashib ketishligimizda shak shubha yo'q.